obzorni darvozadan boshlashadi. Biz endi noodatiy qilib tomdan boshlaymiz. Aynan bu uy sizga yoqadi. Videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'ying. Narxini oxirida aytamiz, ketdi. Xo'p, uyimizni tom qismidamiz, mansarda qismida. Mana shu joyda siz oilangiz bilan bemalol o'tirib, manzaradan bahra olib taomlanishingiz mumkin. Mansardamizni 740 ga 430. Endi ichkarini ko'ramiz siz bilan. Bu qismimiz hozir uyimizni umumiy podval bilan 3 qavat. Hozir biz 3-qavatdamiz. Bu umumiy hol. Mana shu joyga divanlarni qo'yib, o'tirib dam oladigan xona qilsangiz ham bo'ladi. Bu xonaga kiramiz. Xonalarning rangini ko'rsangiz bo'ladi va bu xona aynan farzandingizni, o'g'il farzandingizning xonasi va mana shu qismida bo'lsa, uni garderobi bo'ladi. Farzand kattaroq bo'lsa, shu joyiga bemalol ish stoli siz bo'ladi. Keyingi xonaga kiramiz. Hop, bu xonamizni aynan keling bilan sizlarni yotoqxonanglar xotirjamlikni beradigan, rang tanlangan, remontlarni ham ko'ryapsiz. Emulsiya, sifatli emulsiya ishlatilgan. Mana shu joyda bo'lsa, bemalol televizorlarni qo'yishingiz mumkin. Va kattalar sanuzeli ham bor. Hozir ichiga yetib beramiz. Bu yerda keramik granitda ishlatilgan va har bitta hojat uchun, dush kabina uchun, rakovina uchun, kirmoshina uchun joy qoldirilgan. Endi mana bu joyda qizlarimiz yotoqxonasi, mana rangini ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli tanlangan va mana bu qismda bo'lsa, shu garderobning mebeli bo'ladi. Aynan shu uchun bunaqa tiyagalasiz, joy qoldirilgan. Siz mebel qilishingiz uchun. Keyingi xonaga kiramiz. Uy yoqayotgan bo'lsa, pastda kommentariyada bizga ham nasib qilsin deb yozib ketamiz. Sanuzelni ko'ramiz. Sanuzelda bu qismida rakovinaga, kirmoshinaga, unitazga o'zi umuman sharoitlar hammasi bor. Endi siz bilan pastga tushamiz. Ikkinchi qavatimizga tushishlik uchun zinamizni ko'ryapsizlar. Juda ham bagati qilingan. Mana bu qismda podsvetkalari ham bor va u uyni albatta alohida qilib ochib turibdi. Ketdik, tushamiz. Sizlarga ko'rsatgan joyim mana bu tom qismda edi. Umumiy darvozadan eshikdan kirganimizda umumiy holimiz bor. Hop, bu xonamizga kiramiz. Kuxnyamiz. Kuxnyani hozirda mebelini qo'yishmagan. Nimaga desa, hammani didi har xil, o'ziga mos mebelni inson o'zi tanlagani yaxshi deb ochiq qoldirilgan. Eshiklarimizni bo'lsa ko'ryapsizlar, shotlandskiy uslubda qilingan va tonirovka o'rnatilgan plyonka. O'shani hisobiga ichkari, ya'ni bizni ayollarimiz ichkarida ko'rinmaydi. Endi o'zbekchilikda hammaga yoqadigan xonani siz bilan birga ko'ramiz. U qanaqa xona desa, mehmonxona. Bizni eng katta uporni bilasizlar, o'zbekchilikda mehmonxonaga beramiz. Mehmonxonani keng qilishgan, zamonaviy qilishgan, mana shu joyga televizor idishingiz imkoniyatini ham qoldirib ketishgan. Eng zo'r tarafi oynani bundoq ochishligingiz bilan kichkina emas, seli oyna qo'yilgan, skvoznak bo'ladi, orqada kichkina hovlicha ham bor. Havo tez aylanadi. Bilasizlar, qazi-qarta bo'ladi, meva-cheva bo'ladi, ovqatlarning hidi chiqadi. O'sha hidini tez aylantirib olish imkoniyatingiz bor. Keyingi xona eng muhimi, videoni o'tkazib yubormay, pastga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi mana shu joy juda eng zo'r xonamiz. Kiramiz. Bu qismda garderob uchun joy qoldirilgan. Bu xona otaxon, onaxonlarimizning xonasi, yotoqxonasi. Bu o'dani bezovta qilmasdan, bir-birligini bezovta qilmasdan mana shu joyda kiyimligini kiyishadi va mana bu joyda jalsuvdan taqib, do'ppilarni kiyib, shu yerda oshga ketaverishadi. Ichkariga kiramiz. Va bu qismda ham shu kichkina hovlimiz uchun havo tez aylanishligi, mana hozir juda skvoznak boshlandi. Havo tez aylanishligi uchun oyna qoldirilgan va kattalar sanuzeli ham bor. Mana alohida o'zligiga hech kim ularni bezovta qilmaydi, ular hech kimni bezovta qilishmaydi. Juda ham chiroyli did bilan qurilgan. Eshiklar ham bir-ikki yil ishib ketmaydi. Zo'r eshikda tanlashgan. Hop, biz endi keyingisiga o'tamiz. Hop, kattalarni spalnisidan chiqdik. Keyingisi shuncha mehmonim keladi. Endi uni qayerga joylayman desa, mehmonlar uchun ham alohida sanuzelimiz bor. Bir-birimizdan xijolat bo'lib, spalnidagi sanuzellarga olib kirib yurmaymiz. Men siz bilan hozir eng zo'r joyga birga kiraman. U podvalimiz. Ketdi. Podvalimizni 100 kvadrat qilib qoldirishgan. Mana qarang. Qarang qanaqa katta. Rangini qarang. Mana shu joyda siz oilaviy dam olasiz. Shu joyda jurnalni stollar va to'g'risida televizor bo'ladi. Safarlarga borganingiz yoki yaxshi kunlaringiz esdan mana shu joyda televizor qo'ysangiz bo'ladi. Endi ulfatlarim keladi-yu deydigan bo'lsangiz, mana shu joyga stol tennismi, bilyardmi qo'ysangiz, ancha zo'r
dam olsanglar bo'ladi. Lekin zo'r joyini ko'rsatmayman-ku. Mana. Eng zo'ri mana shu joyda zinani tagida joy bor. Mebel yasatib olsangiz, yana bitta sklad bo'lib beradi sizga. Bemalol sklad o'rnida foydalanishingiz mumkin. Hop, bu yerda kotyolniyimiz eng zo'r joy hali oldinda, qarab turing. Kotyolnik ketdik kiramiz. Hozirda bitta kotyolnimizning o'zi ham zo'r isitadi. Mana bu joyini sklad qilib bemalol ishlab turasiz. O'zbekchilikda nima ko'p? Bankalarni yopaman, bankani qaqqa qo'yaman, gilamlarim, buni qaqqa qo'yishim kerak o'zi. Narsam ko'p bo'lsa, mana shu joy aynan sizga eng zo'r joyi. Podvalga ulfatlaringizni olib kelasiz. To'kida o'zi umuman yig'inga ayollar erkaklar kelib qolsa, mana shu eshikdan ulfatlaringizni olib chiqsangiz bo'ladi yoki ayollarni mana shu joydan olib chiqsangiz bo'ladi. Endi biz hovliga chiqamiz. Podvalga mana shu qismdan kirib chiqishadi va buni ustiga perillalari qilinadi. Plintuslari bor, suv o'tib ketmasligi uchun. Ulfatlaringiz yoki uyga yig'inga keladigan ayollar shu tarafdan kirib chiqsa ham bo'ladi. Va letniy kuxnyada siz ovqatlaringizni, taomlaringizni qilganingizda mana shu joyda o'zi umuman tutunlari qolib ketib, xonaga, hovliga urmaydi, tepaga chiqib ketadi. O'rtada bo'lsa, bizda zeleniy azelinamiz bor. Bu yerdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hop, mana hozir darvozaxonadamiz. Darvozaxonaga mana shu joyiga yozda o'tirishligingiz uchun oilaviy bemalol kravat qo'yib qo'ysangiz, mana shu turgan joyimga bo'lsa, Malibu sig'arkan. Mashinangiz ham xavfsiz joyda bo'ladi. O'zingiz ham oila bilan yaxshi dam olasiz. Darvozani ham ko'ryapsiz, razdejnoylardan qilishgan. Siz tushib, ochib yopib yurishingizga hojat yo'q. Hovli 201 sotiq, Yunusobod tumani, Azimtepa mahallasida joylashgan. Narxini 285 ming deyishyapti. Qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Uy qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'ying. O'zingiz bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Uy Blokus orzudagi uylarga bir qadam qoldi.